Xullas o'sha temani davom ettiramiz. Chetida turib chiqqan joyi bo'ladi. Chetidan yorilib qolib qo'yayotgan bo'lgan. Uni yana boshqa qo'yildi. Xudo xohlasa ichlarni yuvib tozalab chiqarib qilib. Shu patrubkaga bir xil yosh bolalar kuchini mana shu yerga ko'rsatadi. Taxomni tikilishda qatiydiganda puttali ballonni kulchini tortayotganda kuch qilib mana shu tortadi. Shunda ham yorilib qoladi. Buni yengil qatirib yesa ham germetikalar turaveradigan narsa. Shuning uchun yoshlarga tavsiyamiz usta bolalar. Shuna joylarga, nozik joylarga hushyor bo'lasizlar. Bu yo'q, Damas radiatori 300 ming 400 ming bo'ladi maksimum. Har xil qimmatroq radiatori yo'q mashinalar bor-da. Alyuminiydan yasaymiz biz ko'pincha. Sindirib qo'ydi, palon bo'ldi deb olib kelishadi. Plastmassalar sotuvda yo'q, o'shina markalar. Ya'ni alyuminiydan olib yasab beramiz, shunaqalarda ko'p guvohi bo'lamizda. Shunaqa nozik joylariga hushyor bo'lasizlar. Bular muammo emas, bular olib chiqib qo'yib ko'rasiz yangi. 300 ming 400 mingga. Lekin har xil markalarki bor. Nozik, ularga hushyor bo'lish kerak. Bularga sotuvda bo'lmaydi. Radiatori ham yo'q, bo'lsa ham $300-400. Xullas muammo. Hushyor bo'laveramiz, tak.